2026-yil 12-fevral Jizzax viloyati So'xarov tumanidagi 4-maktab. Maktabda ingliz tili darsini 9-sinflardagi tahlil uchun kirdik. Evde çünkü tabii ikinci üstünün yaptığı devamlı. Ev yordamcı burada. My cousin, famous a film star. Yes. No. Move. How does it practice with a wheel or once? Yes. My friends will move every bola. Yes. So. Demek ikinci maşkımızda şartnozı şartını okuyun mu? Ne şartı? Verb fe'llar qo'shib il yoki want qo'shib yozamiz. Yes, okay. Demek bizga birinchi mashqimizda o'sha example sifatida nima beryapti? Bajarish shart berdi. Demek birinchi mashqimizda sizlar bilan o'rgangan so'zimiz bor-ku, air condition, beam, to'g'rimi? Roof, seat, stairs. Yuqoridagi so'zlarni bizga mashq qilib qo'yib chiqing deyapti. Oh, hi Dan. How's it going? Guess what? I'm going on an adventure holiday next week. Me too. Oh, mine's called International Adventure Week and it's in the Pyrenees, but not far from the sea. It's from the 31st of March to the 7th of April. Сейчас kopya tutmayapmizmi? Qo'shimcha aytmaysiz, tur kopyadan qaytadan qo'yaveringiz, qo'yaveraman. And the workbook first exercise. Demek arkadaşlar açacağımız workbook'ta birinci mashqga qarang. Yes? Demek bizda A va B tekshirsa berilgan. Bizda o'sha rasmlarda berilgan jihozlarni bormi yo'qmi o'shani belgilab chiqamiz. Demak roof and big washing machine, fridge, yes? Foundation. When your classroom is too hot, turn on the air conditioning.